Assalomu alaykum. Yangi dehqon kanalini ko'rayotganlar. Bu kanalni xudo xolasa yangi ochdik. Albatta podpisatsiya hamda layklarni ham esladigan umidamiz. Bu kanalni ochishdan maqsad shu dehqonchilikni shu kommentariylarda sizlarning fikrlaringiz bilan bo'lishib o'rganish maqsadida ochdik, xudo xolasa. Albatta YouTube'da ko'pchilik kuzatadi. Shulardan bilganlaringni birlashib, bilmaganlarga bilib olishadi, xudo xolasa. 3-4 yildan beri teplitsa sohasiga kirdik, xudo xolasa. Pig Paradise sortini yetishtiramiz, famildori. Hozirda yer tayyorlayapmiz, xudo xolasa. Bu yerga birinchi 10 sotix yerimiz maydoni. 3 ta gamazda go'ng to'kib chiqdik. Hop, mana bu ko'rib turgan joylaringga go'ngdan keyin oltin guyut sepib chiqdim. Hop, undan keyin o'lgay ohay. Undan keyin amafos. Rossiyskiy amafos. 10 sotix yerga 100 kilo oldik bundan. Undan keyin super fosfat. Bundan ham 100 kilo oldik 10 sotix yerga. Keyin qizil kaliy. Keyin metni kuparos. Keyin oxirida bor sepib chiqdik mana. Endi bundan keyin xudo xolasa sholi qipoq bilan somon tashlamoqchimiz. 5-oktyabrga ekmoqchi, 10-oktyabrga ekmoqchimiz, xudo xolasa yerimizni tayyorlab. Bitta frezerda aralashtirib, keyin sholi poya qilib, bitta yaxshilab suv bostiramiz, xudo xolasa. Albatta bu kanalni ochishimizdan maqsad shu. Biz yangimiz dehqonchilikda, xudo xolasa. Ko'p narsani biladigan akalardan shu kommentariyaga keyingi safarga shu yer tayyorlash jarayonida nimalar solsa bo'ladi, shularni yozib ketsalar albatta xursand bo'lamiz. Bilmagan bilimimizga ega bo'lamiz. Albatta bir narsani o'rgatgan ustoz bo'ladi, xudo xolasa. O'rgansak yaxshi. 7-iyulda Pig Paradise ko'chatini ekkandik. Koppa virus tushib ketib qolib, yerni uncha ko'chatimiz tayyor bo'lib qolib, uncha tayyorlanmadi bunaqangi qilib. Shunda frezerda haydatib ekdik. Balkim shuni hisobligami, balkim shu Allohning bir sinovi bor ekan. Ancha sarf qilgan joyimizda yulib tashladik. Endi xudo xolasa mana qattiq o'sha To'xoz